Assalomu alaykum barchangizga. Bugun sizlarga Counter Strike o'yinida modli qilishni o'rgataman. Bu videoda nechta obuna, nechta like kelsa, men juda ham xursand bo'laman. Shuning uchun erinmasdan pastga tushib, obuna va like ni bosib qo'ying. Jigar, nima ketadi sizdan? Hozir sizga tushuntirib beraman. Telegram, bizga birinchi Telegram kerak bo'ladi. Telegramga kirgandan keyin mana shu Mir Savdo Olix deb yozib olamiz. Mana shu kanalga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin pastda birinchi mana bunday bo'ladi. Xullas, keyin mana shunday qilib tepaga chiqasizlar. Va ozgina chiqqanlaringizdan keyin mana shu fayl chiqadi, o'shani tortib olasizlar. Men yuklaganman, ko'rsatib berishim shart bo'lmasa kerak. Shuni yuklaysizlar. Mana bu ilova chiqadi. Shuni ichiga kirib, mana shuni bosasizlar. Birinchisiga boshqacha bo'lib kiradida, mana bu yerda narsa to'ladi. 100 bo'lgancha kutasizlar. Keyin mana shuni bosib tortib olsanglar bo'ladi. Buni hozir o'yinini ham ko'rsatib beraman. Agar sizda oldingi counter bo'lgan bo'lsa, uni o'chirib tashlaysizda, o'shani tortasiz. Mana bunaqa counter beradi sizga oldingidek, faqat bu modli. Mana bu yerda mod degan yozuv bor. Mana bu modni ustiga bosib, hammasini qo'shib qo'yasizlar. Va buni bosib New Game'ga kirib, pardonga startni bosib, bunda pulning to'lishini kutmasanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, pul asta to'layapti. O'ldirmasangiz ham mana bu yerdan xohlagancha avtomatingizni sotib olsangiz bo'ladi. Eng yoqadigan tarafi hozir ko'rsataman. Mana bunaqa bombani olib olasizlar do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham ko'p, 9999 ta bomba ham shuni orasidan ko'p.